Assalamu alaykum hammaga YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana men sülünü aldım. Özümüzün addi sülü. Bunu bankaga salib 2 litrlik bankaga bir kasasini ügütamiz. Çaygümde mana qaynab turgan suvni üstiga qo'yamiz, sülünü üstiga. Bankani to'ldirib quyib qo'yaveramiz. Keyin üstiga krishkasini yopib, bir kunga saqlab, ertagi kun kechgacha saqlab qo'yamiz buni. Mana ertagi kuni kechqurun bo'ldi. Mana endi buni yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Rangi ham uje mana sarg'ayib, uje ancha rangi chiqdi. Buni endi 10 litrlik leykaga quyib, gullarning tagiga qo'yamiz ularni hammasini. Men gullarim peresetga qilgan edim. Shuning uchun peresetga qilgandan keyin mana shunaqa har xil vitaminlarni quyib turish kerak. Gullar stressga tushadi. Shuni hisobiga har xil mana shu vitaminlarni qo'ysanglar tez tutib o'ziga kelib ketadi. Tezroq o'ziga kelishiga yordam beradi bular. 10 litrni to'ldirib mana quyib oldim. Azgina endi mana ekkan gullarni tagiga quyib chiqamiz. Azgina quyib to'xtab, sal singib tartib oladi suvini. Keyin yana qo'yamiz. Shunaqa qilib mana hamma tuyaklarga mana azna quyib chiqaveramiz hammasini tagiga. Bu juda ham yaxshi ozuqa. Hamma biladi bu sülünü. Buni ruschasiga aves deyiladi. Mana shuni sizlar ham olib bir kun обязательно uyutib qo'yish kerak, yaxshilab. Qaynagan suvni quyib damlab. Mana shunaqa qilib qo'ysanglar, sizlar ham gulinglar rosa yaxshi o'sadi. Hammaga xayr. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.